O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan O'rta Osiyo qunduzi suv muhitiga juda yaxshi moslashgan yirik kemiruvchilardan biridir. Qunduzlar o'zlarining mustahkam tishlari bilan daraxtlarni kemirib, suv inshootlari va to'g'onlar quradi. Bu nafaqat qunduzning o'zi uchun, balki ko'plab suv hayvonlari va o'simliklar uchun ham yangi yashash joylarini yaratadi. Shu tufayli qunduzlar tabiat muhandislari deb ataladi. Ular suv zaxiralarini saqlash, qurg'oqchilikni kamaytirish va suv ekotizimlarini barqarorlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Qunduzlar oilaviy hamjihatlikda hayot kechiradilar. Ota-onalar va ularning bolalari birgalikda inlar qurib, oziq-ovqat to'playdi va hududini himoya qiladi. Qunduz oilalari mustahkam bo'lib, birgalikda uzoq yillar yashashi mumkin. O'zbekistonda O'rta Osiyo qunduzlari Amudaryo va Zarafshon daryolari atrofida yashagan, ammo suv rejimining o'zgarishi, daryo bo'ylaridagi o'rmonlarning kesilishi, ifloslanish va noqonuniy ov natijasida ular deyarli yo'qolib ketgan. Qunduzlarning yana bir ajoyib jihati shuki, ularning old tishlari doimo o'sib turadi va ular daraxt kemirib, tishlarini doimiy ravishda charxlab turadilar. Qunduzlar nafaqat suv ekotizimini tiklaydi, balki boshqa ko'plab hayvon va o'simliklar uchun ham yangi yashash joylari yaratuvchisi bo'lib xizmat qiladi.